Ertalab turib zavtrak qilishga eringan, lekin qaysidir universitetda oshxonasiga borib ovqatlanishga erinmagan. Qaynini kelinni eshitganmisizlar? Yo, eshitmagansizlar, videoni oxirigacha ko'rsanglar eshitasizlar. Ertalab turib bolani bog'chaga tashlab qaynini kelin bir o'zimizga vaqt ajrataylik deb qoldilar. Oyijon, voy, fitneskami, shopping qilganimi ketarkanmiz deb tursam, qaysidir institutda oshxonasiga olib keldilar. Voy oyijon, yana qanaqa o'qishga olib kirib qo'ymoqchimiz. Pulimiz oshib-toshib oqib ketyaptimi oyijon desam, boshimga bir urib, qanaqa o'qish dedilar. Yo'q. Oldin bitta o'qish tugatib oling, hozir bo'lsa do'lmani dadasiga, kotletni ammasiga boramiz deb Dilorom opani do'lmalariga olib keldi. Yo, bismillah deb do'lmani dadasini, kotletni ammasini ko'rsatayotganimizda Dilorom opa o'sha mashhur bulchkalar bilan somsalarni yugurtirib olib keldilar. Ketidan tiqilib qolmanglar deb yaxti kompotlarni yetkazib keldilar. Biz zavtrak emas, obed bilan ujinni ham shu yerda qilib yubordik. Hozir ketmasak, ertangi ovqatimizni ham shu yerda yeb ketamiz. Chunki mazali ovqat, turli xil salatlar, yaxti kompotlarga ko'nglimiz bo'shlik qiladi. Dasturxonga omin qilib turayotganimizni ko'rgan opaginam qo'limga ham soboy solib berib, xursand bo'lmang. Bu sizga emas, sizni bolalaringizga deb soboy solib berdilar. Shunisiga ham xursandman. Nimaga deysizlarmi? Yes, bugun ustimdan yog', boshimdan piyoz hidi kelmas ekan deb. Qizlar, baribir tayyor ovqat kelsa hammaga yoqadi-ku, a? Aytgancha qizlar, biz qaysi institutga bordik? Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar.